Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun Cook Murphy kitobining o'sha intermediate o'quvchilar uchun mo'ljallangan Cook Murphy kitobining 44-unitini boshlaymiz. Bugun passive voice mavzusini o'tishda davom etamiz. O'tgan safar passive voicening har xil ko'rinishlarini o'tgandik, hammasi zamonlarda kelishini o'tgandik. Lekin aytdim sizlarga present perfect continuous, past perfect continuous yoki future continuousda passive voice ishlatib bo'lmaydi. Eslaringdan bugun biz zamonlarda emas, bir maxsus bir holatlarda passive voice ishlatsa bo'ladi. O'shalarni ko'ramiz. Aytdim sizlarga passive voice juda katta mavzu, juda ham katta mavzuda. Shunga 3 ta unit ajratilgan ekan. Mana birinchi A ga qaraymiz. Shu har doimgidek passive voice ni pointlari bilan ko'rib chiqamiz. Passive voice o'zi nima edi? O'sha majhul nisbati o'zbek tilida, ya'ni bajaruvchi odam muhim bo'lmasa, bajaruvchi odam biz bilmasak kimligini, bajaruvchi odamning roli bo'lmasa o'sha gapda passive voice ishlatgan ma'qul. Shunaqa maxsus bir joylari keladi, shunaqa vaziyatlar keladi, passive voice ishlash kerak. Keyin sizlarga aytdim, eslatma sifatida yana aytib qo'yay. Shunaqa fe'llar bor. O'ylab ko'rishlaring kerak ishlashda uni, chunki passive voice bo'lib kelmaydi. Misol uchun happen fe'li bor. Happen, o'sha sodir bo'lmoq. Misol uchun what happened yoki what has happened yoki what's happened deb aytish kerak. What was happened sa xato. What has happened sa to'g'ri. Chunki happen sodir bo'lmoq. Sorry. Agar sodir bo'lmoqqa sizlar passive voice qilsalaring, sodir bo'linmoq bo'lib qoladi o'zbek tilida. Yoki fall so'zi borki, yiqilmoq misol uchun. Fallni passive voice ayta olmaysizlar. Yiqilindi demaymiz-ku, yiqildi deymiz faqat. O'sha I was fallen emas, I fell yoki die fe'lini aytdim. Die degani o'lmoq bo'lsa, o'ldirilmoq bo'lsa, died bo'lmaydi, killed bo'ladi uni o'rniga so'zi. Dead bo'lsa o'lgan bo'ladi. Shunda misol uchun many soldiers were died in war desalar xato bo'ladi. Okay? Many soldiers were killed in the war desa to'g'ri keladi. Shunaqa fe'llar bor, ehtiyot bo'lish kerak. Hammasini ham passive voice ishlata olmaysizlar. Yana ro'yxatda bor boshqa fe'llar. Endi hammasini aytib o'tirmadim. Demak, men aytmoqchi bo'lganim, o'sha passive voice ishlatishdan oldin bir o'ylab ko'rishlaring kerak. O'sha fe'lni men passive voice ishlata olamanmi yo'qmi? Ya'ni majhul nisbatda ishlata olamanmi yo'qmi deb. Xo'p, qaylab A ga qaraymiz. A pointga I was offered yoki were given, ya'ni menga berishdi, menga taklif qilishdi degan holada passive voice ishlatamiz. Mana somebody gave the police information. Bu yerga qarasalaring, object to'ldiruvchi bo'lsa, ikkita to'ldiruvchi kelgan, ya'ni kimdir politsiyaga ma'lumotni berdi. Politsiyaga ham to'ldiruvchi, ma'lumotni ham to'ldiruvchi bo'lib kelyapti bu yerda. Ya'ni kimdir politsiyaga ma'lumot berdi. Somebody gave the police information. Ya'ni buni ikkita qilib passive voice ga aylantirsa bo'lar ekan. Birinchisi ikkita object. Police o'zini alohida olib, mana police o'zini alohida olib boshlasak bo'ladi gapni. The information the alohida olib boshlasa bo'lar ekan passive voice. Nima birinchisi? The police were given the information. Sizlar aytishlaringiz mumkin, teacher nimaga were turibdi? Policedan keyin, chunki police bu anaqa jamlovchi so'z bo'lsa, bu ko'plikda plural meaning bo'lgani uchun ma'nosi ko'plikda buni. The police, the team, the society, the family degan ma'nolar bor edi. So'zlar bor. Bular jamlovchi so'zlar, shuning uchun ko'plikda olinadi. The police were given the information, ya'ni politsiyaga ma'lumot berishdi yoki the information was given to the police yoki ma'lumot politsiyaga berildi. Ishlatsa bo'ladi. Ya'ni ikkita object bilan keladi, ikkita to'ldiruvchi bilan keladigan fe'llar bor ekan. Ask, offer, pay, show, teach, tell. Mana shu fe'llar bilan ikkita to'ldiruvchi qilib aytsak bo'ladi. Mana bitta misollarni ko'ramiz. Ko'pincha bu holatlarda odam birinchi gap o'sha shaxs bilan, gapni egasi bilan boshlanar ekan. I have been offered the job, ya'ni menga ish taklif qilishdi demoqchida. I've been offered the job, and a present perfect oling. I've been offered the job, but I don't think I will accept it. Lekin men uni qabul qilmayman. Ya'ni ular menga ish berishdi, they have offered me the job. Mana active voice ko'rinishi, bu passive voice ko'rinishi. I have been offered the job. Yoki given qayli. You will be given plenty of time to decide. Senga ko'p vaqt beriladi qaror qilishing uchun. Ya'ni biz senga ko'p vaqt beramiz qaror qilishing uchun. Ko'rdinglarmi? Give them o'sha you bilan boshladi. Ya'ni person degan, mana bu yerda person degan qayli, o'sha shaxs bilan boshlangan gap. Menga berishdi, menga aytishdi. I didn't see the original document. Men o'sha original document ko'rmadim, but I was shown a copy. Lekin menga kopiyani ko'rsatishdi. Yoki but somebody showed me a copy, but they showed me a copy desa bo'ladi. Mana somebody showed me. I was shown a copy desa bo'ladi. Yoki Tim has an easy job. Timning ishi oson. He's paid a lot of money to do very little. U juda kam ish uchun ko'p pul to'lanadi. Unga juda kam ish uchun juda ko'p pul to'lanadi demoqchi. Shunaqa maxsus holatlarda passive voice ishlatsa bo'ladi. I don't like being degan shunaqa bir formasi bor ekan. Bunga ham passive voice qilsa bo'ladi. Masalan uchun
Menga savol berishni yoqtirmayman. I don't like being asked questions. Sorry. Mana o'chirib turamiz. I don't like I don't like people telling me what to do. Menga yoqmaydi odamlar menga bir nima desa, odamlar menga nimani qilishni aytishi yoqmaydi menga yoki passive voice-da I don't like being told what to do desak bo'ladi. Passive voice-da I remember being taken to the zoo when I was a child. Qayli bu passive voice o'sha qiyinroqda, ya'ni qiyinroq ko'rinishida bu. I remember being taken. Rememberdan keyin har doim ing bilan keladi. Fe'l shuncha being olingan. I remember being taken to the zoo when I was a child. Esimda meni yoshligimda meni zooparkka olib ketishganda men esimda. Ya'ni kim meni olib borgani muhim emas. Lekin meni olib borishganda zooparkka ana shu muhim bo'lgani uchun passive voice qo'llangan. Steve hates being kept waiting. Steve'ni shu ko'p kuttirishsa yoqmaydi unga demoqchi. Ko'p kuttirishsa bu ham majhul nisbatda olingan. We managed to climb over the wall without being seen. Qayla without predlog bo'lgani uchun predlogdan keyin fe'l ing keladi. Shuning uchun be ing bilan kelgan. Ya'ni biz devordan oshib tushdik, bizni hech kim ko'rmadi demoqchida. Xo'p. Bu unaqa ko'p juda ham ko'p uchraydigan ana emas, ibora emas, boy tepadagi. I was born in bilasizlar, tug'ilganman, har doim passive voice aytiladi. I was born in Chicago, where were you born? How many babies are born every day? Hammasini passive voice ishlatish kerak. Tug'ilmoq degani passive voice. Bunda savol yo'q. Nima uchun shunday bilasizlar? Endi mana bu qiziq holatga qaraylik, get. Passive voice da to be bilan, mana to be plus fe'lning uchinchi ko'rinishi. To'g'rimi? Passive voice formulasi. Lekin to be ning o'rnigacha get qo'ysak ham bo'ladi. Lekin get sal informal bo'ladi va getni biz asosan shu harakatlar uchun passive voice qo'yganda getni qo'ysak bo'ladi. Misol uchun aytaylik har yili avariya natijasida, mashina avariya natijasida 100 ta odam o'ladi desalaring, misol uchun every year 100 people are killed in a car accident desak, mana R bilan oldim passive voice. Lekin shuni get bilan olsa bo'ladi. Every year 100 people get killed by car accidents desa ham bo'ladi. Ko'rdinglarmi? R o'rniga get qo'ysa bo'ladi. Mana to be ni biz hamma zamonga qo'yamiz-ku. Get ham shunaqa. Present mana continuous da qo'ysa bo'ladi, present simple da qo'ysa bo'ladi. Past simple da ham aytsa bo'ladi gotda. Misol uchun mana there was a fight at the party. Partida janjalcha bo'ldi, urush bo'ldi, but nobody got hurt. Lekin hech kim azobchi, hech kim injured bo'lmadi, hech kimga jarohat yetmadi. Nobody was hurt desa bo'ladi. Mana keyin gap to'g'ri. Yoki got hurt desa bo'ladi. Got sal informal roq, ya'ni anasi speaking da ko'p ishlatiladi. Got hurt. I don't get invited to many parties. Mana ko'p partiyaga chaqirishmaydi. Present simple da aytilyapti bu. Chunki I don't get invited debdi. Mana bu got bu past simple da olindi. I'm not invited demoqchida. I'm surprised Liz didn't get offered the job. Men hayron qoldim Lizga ish taklif qilishmaganiga, ya'ni wasn't offered the job demoqchi. Demak, get bilan to be ni biz almashtirsak bo'ladi informal paytda va harakat bo'lishi kerak o'shanda. Umumiy gaplarda to'g'ri kelmay qoladi. Misol uchun mana bunga qaraylik. Mana Jessica is liked by everybody. Jessica'ni hamma yoqtiradi demoqchilar. Lekin bu yerda biz gets qo'ya olmaymiz-da. Gets like desak bu xato bo'lib qoladi. Bizga mana happen degan qaraylik. We use get only when things get happen. With things happen, yani ishlar sodir bo'lganda, bir qanaqadir harakat sodir bo'lganda, voqea sodir bo'lganda get qo'ysak bo'lar ekan. Peter was a mystery man. Peter juda ham bir yashirincha odam edi. Uni hech kim bilmasdi u haqda. Very little was known about him. U haqda hech kim bilmasdi demoqchida. Passive voice olingan qaraylik. Very little was known about him. Bitta got ushlata olmaymiz. Mana gapni isbotda yozib qo'yibdi. Getni biz informal spoken English ishlatamiz. Yani asosan shu kuchan tilda birov bilan suhbatlashganda ishlatsak bo'ladi. Qolgan paytda beni ishlatsa bo'ladi. Keyin mana bu iboralarga qaranglar. Bular iboralarda, mana bular ma'nosi passive voice emas debdim. Ma'nosi bular shunchaki iborada, expression degani ibora. Ya'ni har doim birga keladi. Mana get married, get divorced, get lost, yo'qolib qolmoq, get dressed, kiymoq, get changed, kiyim almashtirmoq. Bular passive voice da kelmaydi ma'nosi. Bular iboralar, frazalar. Shuning uchun bularni mana shu turishda yodlash kerak. Xo'p. Mashqlarga o'tamiz. Sal katta qilsam qanday bo'lar ekan? Hamda katta qilsam mashqlari yaxshi ko'rinadi. All right. Bularni biz almashtirib chiqamiz passive voice ga. So they didn't give me the information. Menga kerakli ma'lumot berishmadi. Ikkinchi, they asked me some difficult questions in the interview. Qayli shuni passive voice qilish uchun, buni yaxshilab o'ylab qilishlaring kerak. Tepadagi qoidalarni bitta qaytaringlar. Qayli, zamonga qaraysizlar, past simple deb berilgan. I was asked some difficult questions deysizlar. Bo'ldi, davomini yozmaymiz, shuni katta qilamiz.
Mana I was asked degani mendan so'rashdi-da o'sha. I was asked mendan so'rashdi. Shuning uchun tepadagi gapga to'g'ri keladi. 3. Amy's colleagues gave her a present when she retired. Amy o'sha iste'foga chiqqanda uning kollegalari unga zo'r sovg'alar berishdi. Shunda Amy'ga berishdi bo'lsa, Amy past simple yozilgan, Amy was, to be was o'tgan zamonda, endi fe'lni uchinchi ko'rinishi give uchinchi ko'rinishi given bo'ladi. Amy was given a present when she retired. Bo'ladi. Qayda qiyinroq, mana bu passive voice sal qiyinroq. Ko'rdinglarmi? Demak, sizlar fe'l uchinchi ko'rinishni bilishlaring kerak. Passive voice uchun juda ham muhim, past perfect uchun muhim, present perfect uchun muhim. Hammasi uchun fe'l uchinchi ko'rinish bilishlaring shart, guys. Endi to'g'ri, nobody told me about the meeting. Menga hech kim aytmadi meeting haqida. I wasn't told about the meeting bo'ldi. Ya'ni tell ning uchinchi ko'rinishi told bo'ladi, qayda? Nobody told me. Told mana o'tgan zamonda mana tell, told. Uchinchisi ham told bo'lgani uchun bu yerga biz told qo'ydik to'g'riga. 5. How much will they pay you for your work? Sana shuning uchun necha pul to'lashadi senga? How much will you? Bu yerda biz to be ni qo'yamiz passive voice'da. Lekin future bo'lgani uchun will you be paid bo'ldi. To be ni o'zini qo'yasizlar. Sizlar hozir is arga o'rganib qoldilaringda, u past simple da, present simple da aytganimiz uchun. Lekin future da agar biz passive voice ishlatsak be bo'ladi. I will be done. Mana will be done bo'ladi. Okay? Shuning uchun will you be paid? Necha pul to'lashadi? 6. I think they should have offered Tom the job. Ular Tomga ishni berish kerak edi. Ular Tomga ish taklif qilish kerak edi. Endi should have mi? Shuni biz passive voice ga aylantiramiz. I think Tom qayda? Should have passive voice bo'lgani uchun to be bizga shart been offered bo'ladi. The job bo'ladi. Wow, bu vashshi qiyin bo'lib ketdi, qaranglar. Yaxshi, should have been offered. Chunki men aytib oldimda, should have offered ni oldimda, qaranglar, should have offered ni o'rniga o'rtasiga bitta been ni qo'ydim bo'ldi. Chunki passive voice bo'lgani uchun been ni qo'ydim. Agar passive voice bo'lganda been bo'lmasdi. 7. Men hammasini qilib beraman. Has anybody shown you what to do? Senga kimdir ko'rsatdimi nima qilish kerakligini? Yo'q. Present perfect olingan bo'lsa, have you turibdi. Bizga present passive voice yasash uchun been uchinchi ko'rinishi been shown what to do bo'ladi. Ana, have you been shown what to do? Senga nima qilish kerakligini ko'rsatishdimi? Wow. Qiyinroq, men sezyapman, bilaman. Qiyin o'quvchilarga passive voice sal o'zi qaranglar, murakkablashdi. Chalkashasizlar, grammatik qoidalarni yaxshi bilish kerak uning uchun. Xo'p, tepadagi fe'llarni qo'yamiz. Steve hates being kept waiting. Ya'ni Steveni ko'p kutirishni yoqtirmaydi u. We went to the party without passive voice kerak bizga being ni qo'yamiz. Chunki without predlog bo'lgani uchun, guys, predlogdan keyin anavimiz fe'limiz ing bilan bo'lishi kerak. Shuning uchun mana be borga passive voice, be siga ham ing qo'ydik. Without being invited bo'ladi, demak. Bizni partiyaga taklif qilishmasa ham bordik dedi. Okay? 3. I like giving presents and I also like bitta hozir oddiygina giving dem ham to'g'ri keladi-da. To'g'rimi? I like giving presents. Sorry. Turibdi-ku mana active voice'da o'zim. I like wow, bitta hozir qayerda qanaqa yozaman? I like qayerda like turibdi. Like bo'lgani uchun guys, like dan keyin biz fe'lni o'tganmiz. Like fe'ldan keyingi fe'limiz ing bilan kelish kerak. Shunda also like being given them bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni men sovg'a berishni yaxshi ko'raman, lekin menga berishsa ham yoqadi menga debdi. I like being given them. Tour, it's a busy road and I don't like crossing it. Juda mashina ko'p bu yo'lda, men buni o'tkim kelmayapti. I'm afraid of being knocked down bo'ladi. Meni mashinada urib ketishdan qo'rqaman. I'm afraid of being. Nimaga being? Chunki of qayerda? Mana of turibdi. Predlog, mana of predlogidan keyin fe'limiz ing deb bo'lish kerak. I'm afraid of being knock. Mana tepadagi knock down uchinchi ko'rinishi to'g'ri fe'l bo'lgancha oddiy id qo'yasizlar. Knock down. Ya'ni meni mashina urib olishdan qo'rqaman demoqchi. Menimcha bugungi mavzuni men hammasini bajarib beryapman. O'zim mashqlarning qiyinligini bilganim uchun. I'm an adult, men yoshim katta odamman. I don't like being treated like a child bo'ladi. I don't like hammasiga being qo'yapmiz. Being treated like a child. Demak,
Hozir men sizlarga boshqa grammatik jihatdan tushuntirdim nimaga being bo'layotgan. Lekin men tepada mashqda ham, shartida ham being qo'yish kerak ekan o'zi faqat. Lekin men tushuntirganlarim hammasi ham to'g'ri. Ya'ni mana predloglardan keyin ing bilan qo'yish kerak, like dan keyin fe'l ing bilan kelishi kerak. I don't like being treated like a child. Ya'ni meni yosh bolalarcha muomala qilishi yoqmaydi menga debdi 5 ta. 6. You can't do anything about being stuck in a traffic jam. Being stuck bo'ladi. Hop, stuck degani tiqilib qolish degani. Mana stick degani yopishmoq bo'lsa, stickni 3-ko'rinishi stuck. Stuckda being qala. Bu yerda ham predlogdan keyin being turibdi. Being predlogdan keyin fe'l ing bilan kelishi shart. Mana bu qoidasi ham shu. Ya'ni men sen agar trafikda yana probkada qolib ketsang, hech bir qila olmaysan demoqchi-da. Hammasiga being, okay? Keyingisiga o'tamiz. Va bu yerda yillar berilgan ekan. Bularni biz anadan ko'rishimiz kerakmi endi? Internetdan ko'rishimiz kerakmi buni? Qayerdan bilamiz qachon tug'ilganini? Endi bu yerga menimcha biz tavakkal qo'yib tashlaymiz. Lekin qayerda? Choose the people sentence for each of them. Guys, buni endi bu juda ham oson ekan, to'g'risi. Endi baribir hech qaysini faktini bilmaymiz. Uyda o'zlaring xohlasalar men internetdan ko'rib, Mahatma Gandhi qachon tug'ilganini ko'rib, to'g'risini qo'yib chiqsalar bo'ladi. Shunchaki mana shu shaxslarning nechinchi tug'ilganini yozsalaring bo'ldi. Ikkita odam, aytdik, ikkita odam 1 yilda tug'ilgan ekan. Buni men qilib bermayman, chunki oson bu juda. O'zlaring buni bajarasizlar degan umiddaman, guys. Shunchaki mana misol uchun Mahatma Gandhi was born in deb yilni qo'yinglar bo'ldi. Super oson, maylimi? Buni o'zlaring qilmali. Birinchisini qilib, chunki men to'g'risi anosini bilmayman-da, yilni bilmayman-da qachon tug'ilganini bilan hozir. Sizlar uyda internetdan ko'rib yozsalar ham bo'ladi. Lekin muhim emas, bu shunchaki mashq. Hatto yozsalar ham hech nima demaydi. Oxirida 7 da o'zlaring tug'ilgan yillarni yozaman. Mayli, men shuni yozib beray o'zimda. I turibdimi? I was born in mana tug'ilgan yilimni yozib qo'yaman, 1986 bo'ldi. Bu yo'g'ini o'zlaring bajarasizlar, okay guys? Oson bu. Bundan ko'ra men buni bajarib beray ozgina narsani. Men bu qiyinroq. Bu yerda fe'llar turibdi. Shuni get got bilan qo'yamiz. Okay, passive voice bu ham. Got hurt ko'rdik. 2 Alex B turibdi. B nima asalari chaqib oldi demoqchi. While he was sitting in the garden. Ya'ni u bog'da o'tirganida uni asalari chaqib oldi demoqchi. Sting degan so'z bor. Sting degani chaqmoq. 3-ko'rinishi stung bo'ladi. Shuning uchun Alex got stung deb aytasizlar. By a bee. Sting chaqmoq, 3-ko'rinishi stung. Sting ikkinchi ko'rinishi stangmidi? Adashmasam sting, stung da bu chaqmoq. Adashmas. Lekin 3-ko'rinishi aniq stung. Shunda Alex got stung o'tgan zamonda gapiryapti. Got o'rniga was stung desa ham bo'ladi. Alex got stung by a bee. Bo'ldi, tushunarli. 3. These tennis courts don't not many people want to play. Ko'p odam o'ynolmaydi. Demak, these tennis courts don't use bilan olamiz menimcha. Use. Chunki ko'pchilik o'ynamaydi demoqchi-da, shunda don't get used deb olamiz-da. Ya'ni use ni 3-ko'rinishi id qo'ydik faqat bo'ldi. Don't get used qarang. Nimaga endi get qo'ydim? Chunki present simple da turibdi-da. Tennis court ko'plik bo'lgani uchun don't present simple bo'lgani uchun get qo'ydim. O'tgan zamonda bo'lganda got qo'yardim mana shunaqa. Tushunarlimi? Sizlarga xattasini tushuntirib beray. Chunki ko'pchilik o'ynamaydi demoqchi-da. Ko'pchilik o'ynamaydi, shuning uchun uncha ishlatilmaydi. To'g'ri, I used to have a bicycle. Oldin velosipedim bo'lardi, but it 1-2 oy oldin men o'g'irlab ketildi demoqchi menimcha. Still bormi? Demak, but it o'tgan zamonda few months ago bo'lgancha it got stolen. Still 3-ko'rinishi stolen bo'ladi. Got endi passive voice. Got bilan was da almashtirsa bo'ladi. Get bilan mana uni is da almashtirsa bo'ladi. Lekin don't turgancha is qo'ya olmaymiz. 5 Rachel works hard. Rachel juda qattiq ishlaydi, but doesn't juda qattiq ishlaydi, lekin unga yetarlicha pul to'lashmaydi demoqchi. Payda qolamiz. Rachel works hard but doesn't shunda get paid very much. Mana paid 3-ko'rinishi paid bo'ladi. Doesn't present simple bo'lgancha get oldi. Ya'ni unga qattiq ishlasa ham oylik yaxshi berishmaydi unga demoqchi. Oxirlar guys, hammasini qilib beraman mayli buni. Last night by police I was driving home. Mani politsiya to'xtatdi demoqchi menda. Stopped bo'ladi ekanda, shunda to'g'ri. Last night
I got stopni tushunish ko'rinishi id. Faqat adashmanglar, P'dan keyin ikkita P bo'lishi kerak. Ikkita P'ga aylanadi. Last night I got stopped by the police. Politsiya tomonidan to'xtatildim. One of the lights of my car wasn't working. Ya'ni mashinamda sveti yonmayotgandi. Yetti, please pack these things very carefully. Bu narsalarni ehtiyotkorlik bilan pack qil, ya'ni chemodaningga joyla. I don't want them to get damaged. Men xohlamayman ularni shikast etishni xohlamayman. I don't want them to get damaged. Getni uzun olamiz. Chunki present simple'da turibdi. Men damage'ga uchinchi ko'rinishi oddiy bo'lgani uchun, to'g'ri fe'l bo'lgani uchun id qo'shdik bo'ldi. Damaged. Oxirgisi, people often want to know what my job is. Odamlar ko'p qiziqishadi mani ishim bo'yicha, men nima ish qilishimga qiziqadi. I get asked bormi? Mana boshda turibdi. I get present simple'da bu asked that question. Mana bu savolni ko'p so'rashadi demoqchi. Ask. Okay, masalan, deyarli hammasini bajarib berdim. Faqat tepadagi bitta mashq qolib ketdi. O'shani qilib qo'yasizlar. Videoni boshqatdan ko'ringlar, guys. Oldingi passive voice'larni ko'ringlar. Passive voice formulasini yaxshilab o'zlashtiringlar. Ko'ryapsizlar, qiyinlashyapti. Ingliz tili daraja ko'tarilyapti, chunki intermediate'lar uchun mo'ljallangan aslida bu darslar. Lekin pre-intermediate o'qiydiganlar ham o'qisa bo'ladi aslida. Chunki ular ham tushunadi. Faqat sizlar hushyorlik bilan sekin-sekin so'zlarni yodlab, o'zlari ham qo'shimcha self study'lar qilib, videolarni ko'rsalar, xudo xolasa grammatikalaring juda kuchli bo'ladi. Grammatikalaring yaxshi darajaga chiqadi. Xo'p, sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz, xudo xolasa. Keyingi darsda har doimgidek anosini chiqarib qo'yay, uchini chiqarib qo'yay. Wow, keyingi darsda biz mana bunaqa it is said that, he said that, he's supposed to degan frazalarni ko'ramiz. Passive voice ham tugadi mana nihoyat. Xudo xolasa keyingi darsda sizlar bilan ko'rishamiz. Bye.